Bosh to'lovini etsa oylik to'lovini etmaydi, oylik to'lovini etsa bosh to'lovini etmaydi. Ayrim avtosalon xodimlari bosh to'lovini etsa sug'urta pulini etmaydi. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, Trekkerlar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Trekker LS davlat bahosi 220 million 951 ming so'mni tashkil qiladi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 72 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 30 oy davomida 5 million 150 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Trekker LTZ pozitsiyasi davlat bahosi 244 million 108 ming so'mni tashkil qiladi. Rasrochkaga hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 79 million 500 ming so'm kerak bo'ladi. 30 oy davomida 5 million 690 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Trekker Premier pozitsiyasi davlat bahosi 272 million 656 ming so'mni tashkil qiladi. Boshlang'ich to'lovga 88 million so'm olib kelasizlar. Sug'urta hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 30 oy davomida 6 million 360 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Trekker Redline pozitsiyasi davlat bahosi 282 million 474 ming so'mni tashkil qiladi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida sug'urta haydab ketishinglar bilan 92 million so'm kerak bo'ladi. 30 oy davomida 6 million 590 ming so'mdan bankka to'lab borishinglar kerak bo'ladi. Yuqorida ko'rsatilgan trekkerlarni hamma pozitsiyalari nalichida tayyor. Xohlasanglar oq, xohlasanglar qora. Ertalab kelasizlar, kechga mashinani haydab ketasizlar. Index Avtomotorsda xizmat ko'rsatish nima u? Bizning ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. U yoqqa bor, bu yoqqa borib yurmaysizlar, hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz.